O'zi o'sha kasallikni berganligi, Robbingiz sizga bo'lgan mehribonligi. Shu dard chekkaningiz bilan, shu mashaqqat chekkaningiz bilan Alloh taolo gunohlaringizni nima qilib yuboryapti? Yuvib yuboryapti. Robbingiz yaxshi ko'rgandan dard beryapti. Alloh azza va jalla ishi komil bo'lgan zot. Mahluqotlarni komil qilib yaratgan. Lekin bandalar o'zini xatosi tufayli dardga, kasalga chalinadi. Ibrohim alayhissalom Robbisini Namrudga tanishtirdi. Seni Robbing qanaqa Robb, ey Ibrohim? Ibrohim alayhissalom Robbisini tanishtiryapti. Diqqat qilasizlar, juda ham bir hozirga aytayotgan gaplarimizning xulosasi. Astagfirullah. Allazi xalaqani va huva yahdin. U shunaqa zotki, meni yaratdi, hidoyat qiladi. Vallazi huwa yut'imuni va yasqin. U shunday zotki, meni qornimni to'ydiradi va chanqog'imni qondiradi. Va